İmam Tirmizi rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladilarki, duo ibodatning mag'zidir deydilar. Umar radhiyallohu ta'ala anhu aytadilar, payg'ambar alayhi salatu vassalom qachon qo'llarini duoga ko'tarsalar, u ikkalasini yuzlariga surtmaguncha tushirmasdilar deb marhamat qiladilar. Demak, duoda ikki qo'lni yuzga surtishlik bu payg'ambar alayhi salatu vassalomdan qolgan. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu ta'ala anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: Parvardigoringiz hayoli va karamlidir. Bandasi unga qo'llarini ko'targanda ularni biror xayrsiz, bo'sh holda qaytarishdan hayo qilur. Agar birortangiz ikki qo'lini duoga ko'tarsa, 3 marotaba ya hayyu ya qayyum la ilaha illa ant ya arhamar rohimin desa, so'ngra qo'llarini tushirganda ularga ingan ezgulikni yuziga to'ksin dedilar. Imom Tabaroniy rivoyatida. Soxta salafiylar duodan so'ng qo'lni yuzga surtishni bid'at sanaydilar. Aslida jumhur ulamolar tomonidan duodan so'ng ikki qo'lni yuzga surtish mustahab amal sanaladi. Bunga yuqoridagi hadislarda ham ochiq oydin dalolatlar bordir. Alloh subhanahu va taolo hammamizni yaxshilikka, to'g'rilikka tavfiq aylasin.